Keyingi kitobimiz ham onalar haqida, ya'ni ona va farzandi haqidagi sevgi, muhabbat haqida tvoy любовь всегда со mной. Mana judayam chiroyli kitob, Cleva nashriyotidan. Estetichni shunaqa kitob, tug'ilganidan qanaqa yaxshi ko'rishini, mana ona bilan farzand birgalikda vaqt o'tkazishi judayam mana вообще chiroyli kitob, lekin bularni hammasini tвердый переплет, обложкасы tвердая. Keyin bu babushkini сказки. Buni ham ichida для чтения перед сном, ayniqsa mana uyqudan oldin o'qib berishga. Bu ham juda ham chiroyli kitob. Buni ichida mana shular sodержаниясida 44 sahifadan iborat. Tekstlari ko'proq, ya'ni istoriyalar har birida.